Men aniq bilaman, siz Mingbuloqda shunaqa joy borligi haqida bilmagansiz. Qaranglar, vet klinika, vet apteka. Bu joyimiz qanaqa joy ekan? Assalomu alaykum. Aka, Assalomu alaykum, keling. Bu yer haqida bir ma'lumot bersangiz, qanaqa joy bu? Bu yerimiz tumanimizda yangi ochilgan veterinariya, ya'niki hayvonlar uchun maxsus apteka. Bu yerda o'sha chorva hayvonlarimiz, mollar, qo'ylar, it, mushuk va parrandalar uchun sotiladigan har xil turdagi vitamin, minerallar, undan tashqari davolovchi ukollarimiz mavjud. Undan tashqari aka bu yoqda vet klinika deb qo'yibdi. U vet klinikada nima bo'ladi? Bu veterinar klinikada asosan bu yerda mayda hayvonlar, ya'niki it va mushuklarni davolaydigan joy. Xudo xolasa bu yerlarimizdan ishki faoliyatini boshlayapti. Qanday uydagi hayvonlar, mushuklar, itlarda muammo bo'lsa, shu yerlarni davolashga olib kelsalaring, bu yerda bemalol davolab, Xudo xolasa ko'nglingizdek qilib chiqarib yuboramiz. Aka, keyin mana bu apparatlarni faqatgina internetda ko'rgandik, Mingbuloqda ham bor ekan. Mana bunaqa mol sog'adigan apparatlarni ko'pchilik qidirganda aka. O'sha haqida ham bir ma'lumot berib aytsangiz yaxshi bo'lardi. Bu apparatlarimiz bitta molni sog'ish uchun mo'ljallangan. Oskar kompaniyasining Turkiya davlatidan keltirilgan sut sog'ish apparati. Bunimiz ikkita hayvonga, birdaniga ikkita hayvonni sog'ish uchun moslashtirilgan apparat. Eng zo'ri hayvonlarni stressdan chiqarish uchun va yaxshigina foyda beradigan taroqlarimiz, hozir zamonaviy taroqlarimiz. Undan tashqari hayvonlarimiz uchun keltirilgan maxsus yemlar, ideal ko'rim yemlari, undan tashqari vitaminlar, hayvonlar, parrandalar uchun yem idish va suv idishlarimiz mavjud bu yerda. Bu joyimizda endi manziliga keladigan bo'lsak, manzili Mingbuloq tumani Jamashuy shaharchasi, vokzalda bo'ladi. Shundoqqina Gigant Petayda yonginasida joylashgan, bemalol kelaverasizlar. Sog'lom hayvon baraka garovidir. Sizlarni vet aptekamizda kutib qolamiz.